Ziyoratimizga vaqt ajratganingizga ko'p rahmat. Arzimaydi. Dushanba kuni doktor Adrian Zanis Xitoy hukumatining Uyg'ur ayollari qarta tug'ut cheklash va majburiy homila tushirish siyosatini yurgizib, Uyg'urlarni assimilyatsiya qilayotganligi to'g'risida kuchli bir doklad e'lon qildi. Shundan keyin Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo o'zining bu masalaga ko'ngil bo'layotganligini bildirdi va bu dokladdagi mazmunlar insonni cho'chitdi dedi. U yana boshqa davlatlarning Amerikaga qo'shilib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan inson qilibidan chiqqan ziyonkashliklarni oxirlashtirishga chaqirdi. Yevropa parlamentining a'zolarining boshqa davlatlar bilan birlikda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan vahshiy qilmishlarini to'xtatishga chaqirdi. Siz Amerika bilan Yevropa a'zolari bu masala ustida o'rtaq harakat ilib berib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan zo'ravon qilmishlarini oxirlashtirish zarur deb qaramsiz? Well, thank you so much for having me on. This is one of the most disturbing stories in the world, and I think meni bugun ziyorat qilganingizga ko'p rahmat. Bu bugungi dunyodagi insonni eng cho'chitadigan voqealarning biri bo'lib hisoblanadi. O'tgangi bir qancha yil ichida Uyg'ur xalqining beshiga kelgan kunlar shaxsan menga qattiq ta'sir qildi. Mening erimning oilasidagilar Yahudi. Ularning oilasidagilarining mutlaq ko'p qismi ayni vaqtda Amerikaga kelib olgan bo'lsa-mu, ammo ularning Polsha, Vengriya va boshqa joylardagi bir qism qarindoshlari Yahudi cho'ng qirg'inchiligining ta'siriga uchragan. Endi siz Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatiga nazar solsangiz, ular duch kelayotgan ziyonkashliklar Yahudi cho'ng qirg'inchiligining keyingi eng og'ir jinoyat bo'lib hisoblanadi. Shunga tarixiy nazar bilan qarasangiz, bu insonni qattiq cho'chitadi. Ikkinchidan, men bir ayol bo'lish sifatim bilan siz tilga olgan munosabatlik dokladiki, irqiy va diniy e'tiqodiy sababliklar majburiy holda ayollarning bolasini tushirib etish yoki majburiy tug'mas qilib etish qilmishlarini hech aqlimga sig'dira olmayman. Shundaqla buningdan ortiq bir razil qilmishni tasavvur qila olmayman. Twitterda menga agishtirganlar mening tunji balamga og'ir oyoq bo'lganligimni biladi. Zinis apandimning bu doklati e'lon qilgandan keyin men bir tug'ut oldidagi og'ir oyoq ayol bo'lish bilan qalbim Uyg'ur ayollar uchun urdi. Men uchun dunyodagi ko'p qism kishilarning bu razil qilmish to'g'riliq gap qilmasligi menga nisbatan inson qabul qila oladigan bir ish emas. Bu masala ustida so'z echish intayin muhim. Ammo bizga haqiqatan kerakli bo'lgani amaliy harakat. Mana ko'rib turibsiz. Tashqi ishlar ministrligi bilan savdo ministrligi, shundaqla Trump hukumati bir yurish harakatlarini ilib bordi. Tashqi ishlar ministri Pompeo Uyg'urlarning qabohatli vaziyatini uzluksiz tilga ilib keldi. U tashqi ishlar ministri bo'lgan o'tgan 2 yildan beri Uyg'ur masalasini o'zining nutqlaridagi asosli diqqat markaziga aylantirdi. Biz bu masalada so'z etishdan boshqa yana Xinjiangdagi dafsanchiliklarda rol o'ynagan Xitoy amaldorlariga viza cheklamiz qo'ydik. Mana bugun tashqi ishlar ministri Pompeo savdo ministrligi va Amerika ona vatanni qo'g'dash ministrligi bilan birlikda texnik ko'p shirkatlarni cheklash to'g'risida bayonot e'lon qildi. Savdo ministrligimi Xinjiangda ish olib berayotgan shirkatlarni o'zining muassasa tizimligiga kirgizdi. Shunga biz davomli Uyg'urlarga qanday qilsak texnik ko'p yordam qila olamiz deganlarni o'ylab va baholab turyapmiz. Menimcha qilishga tegishli ikkinchi bosqichdagi yana bir muhim ish bizning Yevropadagi do'stlarimiz, ittifoqdoshlarimiz, musulmon nufusi ko'p davlatlar va diniy erkinlikka, ham kishilik huquqqa ko'ngil bo'ladigan kim bo'lishidan qat'iy nazar biz ularning bu masala ustida eg'iz etishini qarshi olamiz. Endi hozir harakatga o'tadigan vaqt keldi. Ya'ni ularning Amerika bilan birlikda Xinjiangdagi zulmga sherik bo'lgan hukumat amaldorlari va bu rayonda savdo olib borgan shirkatlarning mas'uliyatini surishtiradigan vaqti yetib keldi. And holding the companies responsible that do business in Xinjiang or somehow are involved with this repressive campaign. Sizningcha Amerika hukumati o'zining Yevropa ittifoqdoshlari va musulmon davlatlari bilan birlikda Uyg'ur masalasini oldimizga BDT umumiy kengashiga, hatto BDT xavfsizlik kengashiga elib chiqish mumkinmi? I think so. You know, last year last UN General Assembly men buni mumkin deb qarayman. Prezident Trump o'tgan yildagi umumiy kengashda tunji qitimliq davlat rahbarlari darajalik diniy erkinlik ministrlari yig'iniga sahibxonlik qildi. Biz bu yig'inda diniy erkinlikka alohida e'tibor berdik. Biz tashqi ishlar ministri bilan nurg'un ishlarni olib bordik. Men bir Uyg'ur ayolni ziyorat qildim. Shunga biz yuqori darajaliklardan boshlab bu masalaga davomli ko'ngil beramiz. Siz bilgandek, prezident Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuniga imzo qo'ydi. Buningga bizning davlat majlisimiz yaqindan hamdam bo'ldi. Men bizning Yevropadagi ittifoqdoshlarimizning musulmon ko'p bo'lgan davlatlarning shundaqla diniy erkinlik va kishilik huquqqa ko'ngil bo'ladigan har qanday bir davlatning Amerikaga qo'shilib harakat olib berishining qanchalik muhimligini ta'kidlasam bo'lmaydi. Shuni eskartib o'tmoqchimanki, Amerika hozirgacha Xitoy amaldorlariga qarshi amaliy harakat olib borgan birdan-bir davlat. That has taken real actions to start to hold Chinese officials. Nima uchun Amerika? Men bilmayman. Amerika Uyg'urlar masalasida o'zining ovozini eng jarangli shaklda ifodalagan davlat bo'lib hisoblanadi. Yevropa davlatlari o'xshash shaklda ovozini chiqaryotdi. Ammo musulmon davlatlar tamoman sukutda turmoqda. Amerika nima uchun Uyg'urlarning haq huquqini qo'llayotgan, shundaqla Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosati va ziyonkashlikni to'xtatishga chaqiriq qilgan birdan-bir davlat bo'lib qoldi.
I think, unfortunately, you're right. Ammo sizning deganingiz o'rinliq. To'g'ri ish qilishning vaqti hech zamon o'tib ketmaydi. Shunga biz boshqa davlatlarning bu vaqtda eg'iz echish, ayiblash va nutq so'zlash qatorli usullar bilan cheklanib qolmasdan, balki yana Amerikaga qo'shilib harakatga o'tishini hamda Uyg'urlarning qabohatlik vaziyatini unutib qolmasligini tavsiya qilamiz. And yesterday, Tunugun Angliyaning Dunyo savdo tashkiloti va BDTda turishliq jamiyatki bosh elchisi 23 davlatga vakolatan so'z qilib, Xitoy hukumatining BDT kishilik huquq oliy komissarining Uyg'ur rayoniga berib ziyorat qilishiga yo'l qo'yishni chaqiriq qildi. Amerika hukumati bu chaqiriqni qo'llamdi. Shuning bilan birga yana Xitoyni buni bejo keltirishga chaqiriq qilamdi. Agar shunday qilsa, qanday sharoit ostida bo'ladi? Well, you know, in general, we support any initiatives that would allow for real access. Siz bilgandek, biz umuman Xinjiangga va u yerdagi Uyg'urlarni va boshqa asonliq millatlarni qamagan lagerlarga haqiqiy turda kirish yo'lini ochib berishni o'tirg'a qo'ygan har qanday talabni qo'ya olamiz. Men davomli kishilarga, bo'libmi Amerikaliklarga nimalarning yuz berayotganligini tushuntirmoqchi bo'lganimda, rayonda oz deganda 1 million musulmonning lagerga solanganligini aytman. Biz biladigan son hozircha mushu. Ammo amaliy son balkim bundan ko'p bo'lishi mumkin. Agar 1 million xristian yoki 1 million yahudi lagerlarda solangan bo'lsa, bunga dunyo qanday inkas qaytargan bo'ladi? Bizning musulmon qarindoshlarimiz lagerlarga tashlanganda bizda cho'qim o'xshash inkas bo'lishi kerak. Xinjiangda yuz berayotgan ishlarning haqiqiy mohiyatini insonlarga bildirgili bo'ladigan ochiq-oshkora bir fursat bo'lsa, biz qarshi olamiz. Bizga kerak bo'lgani Xitoyning o'yin ko'rsatish emasdir. Biz ta'sir bor insonlarning tekshirib ko'rishini, ya'ni innovati bor insonlarning tekshirib amaliy ahvolni bilishini xohlaymiz. People with credibility to be able to investigate and get to the bottom line. Siz Xitoy hukumatining hozir Hong Kongni elib berayotgan harakatlariga qarab, Xitoy hukumati lagerlarni taqishi, uning qamalgan Uyg'ur va boshqa millat tutqunlarini qo'yib berish mumkin deb o'ylamsiz? Yeah, right now they continue to refer to Xinjiang in the terms of national security and anti-terrorism. Hozir ular yanala Xinjiang masalasini davlat xavfsizligi va terrorizmga qarshi kurash degan temalar bilan tushuntiryapti. Ammo buni qarash albatta to'g'ri emas. Bizning terrorizmga qarshi elchimiz Nathan Sayles buni qarashni tamoman rad qilib, uning terrorizmga qarshi munozaralarning hech qanday bir qismiga tava emasligini bildirgan edi. Bu lagerlarda yuz berayotgan dafsanchiliklar, ya'ni diniy e'tiqodini dafsana qiladigan, e'tiqodidan majburiy voz kechirish va cho'chqa go'shi yegizish qatorli qilmishlar to'g'risida nurg'un dokladlar e'lon qilindi. Biz hozir 2 dunyo urushining keyin dunyo tartibida yashmoqdamiz. Prezident Trumpning davlat xavfsizligi strategiyasi ichida aytilgan Amerika, Xitoy va Rossiyadan iborat buyuk kuchlar orasidagi raqobatga nazar tashlagan vaqtimizda dunyodagi ellar bu lagerlarga qarab o'zidan bu savollarni so'rashi kerak deb o'ylaymiz. Ya'ni Xitoy hukm surgan dunyo mushunaq bo'lamdi. Xitoy bizdan alviy so'mkisi bilan markalik mashinlarni olsa, biz nazarimizni boshqa yerga burab lagerlarga qaramasligimiz kerakmi? Bunda qilsak arzimdi. The other way and not look at these camps in order for China to buy our Louis Vuitton bags or our BMWs. Is it worth it? Ba'zi faoliyatchilar va ilgirki hukumat xodimlari hozirgi hukumat Uyg'urlarga deganda ko'p ish qilib bermidi deyishdi. Siz bu qarashlarga qanday inkas qaytarsiz? I mean, that's just it's a joke. We're the only one who's actually taken any action. Bu bir kulkilik gap. Biz Uyg'urlar masalasida birdan-bir harakat elib borgan va elib berayotgan davlat. Xinjiangda yuz berayotgan ishlar bakmo qabi. Biz dunyoni bu masalaga ko'ngil bo'lishga majburlayapmiz. Men tashqi ishlar ministri Mike Pompeo uchun xizmat qilganimdan, bo'libmi mushu masala ustida ishlaganligimdan intayin faxrlanman. Agar u bu masalani davomli ta'kidlab turmagan bo'lsa, bu masalaning bunday bir yuqori pallaga chiqishi mumkin bo'lmagan bo'ladi. U men qatnashgan hamma so'rinda Uyg'urlarning gapini qiladi. Uning Uyg'urlar to'g'riliq gapini qilmagan so'rini yo'q. Uyg'ur xalqi Mike Pompeoning qo'llag'uvchisi, do'sti va ittifoqdoshidir. Thank you very much. Thank you so much.